Barchaga salom. Bizda tradingga oddiy nazar bilan qaraymiz, ya'ni oddiylashtiramiz. Qiyinlashtirib, indikator, har xil har xil strategiyalarni chatishtirib, qiyinlashtirib, pul yo'qotmaslikka harakat qilamiz. Chunki qiyin bo'lsa, qiyinchilikda pul daromad qilish juda qiyin. Masalan, любой biznesni ko'rsangiz, u yerda hammasi soddalashtirilgan. Ishlar taqsimlangan, aniq ish bor, kimni vazifasi nimadan iboratligini hamma biladi va sodda shaffoflashtirilgan holda katta natijaga erishsa bo'ladi. Va tradingda ham xuddi shunday. Agar biz har xil strategiyalarni aralashtirsak, trend liniya, уровень, yana indikatorlarni qo'shib foydalansak va bu mani hayotimda bo'lgan, faqat qiyinlashtiramiz va keyinchalik biz o'zimizni xatti harakatlarimizni analiz qila olmaymiz. Nimaga bunday qildim? Nima edi bu o'zi? Eslab tushuna olmaymiz. Oddiy bo'lsa hammasi osonroq bo'ladi. Daromad qilish, analiz qilish hammasi oson bo'ladi. Muhimi daromad emasmi? Tradingda maqsad daromad va daromad orqali erkinlikka, farovon hayot, baxtli yashash. Tamom. Daromad pulni orqasida shu. Maqsad erkinlik, baxtli yashash maqsad. Atak uni olib qarasangiz, pul вообще kerak emas bizga. Bizga erkinlik kerak, bizga baxtlik kerak, tinchlik kerak. Mana shu narsa kerak bizga. Hozirgi zamonda buni pulsiz iloji yo'q. Shuning uchun hammasini osonlashtiramiz va daromad qilamiz. Kelinglar, masalan, biz oddiy nimadan boshlaymiz? Oddiy bozor tuzilishidan. Va bu eng asosiysi. Va buni balkim siz allaqachon bularni o'tgan bo'lsangiz kerak, lekin bizda sal boshqacha yondashuv. Mana bu yerda bizda impuls уровень deyiladi. Qandaydir уровень, farqi yo'q, ma'lum, o'zi ma'lum, ko'rsangiz qandaydir reaksiya bo'lgan. Oddiy reaksiya bo'lgan, bizda o'suvchi trend, hammasi oddiy va tushunarli. Shunday emasmi? Va keyinchalik bizda mana bu yerda flat hosil bo'lyapti. Flat hosil bo'lyapti. Bu yerda ложный пробой. O'zi olib qarasak, mana bu yerda ham ложный пробой edi. Bu yerda ham ложный пробой edi. Va bizning vazifamiz manipulyatsiyada, ya'ni ложный пробойda ishlash. Tamom. Ko'pchilik yo'qotgan joyda biz daromad qilishimiz. Mana bu yerda masalan bu yerda chiqdi va bu yerda faqat trend bo'ylab. Trend bu oddiylik. Trend bo'ylab savdo qilish ancha oddiy daromad qilishga, oson daromad qilishga asosiy yordam, asosiy narsa. Xo'p. Bizda mana qandaydir flat. Mana bunday edi boshida. Biz ложный пробой qildik va bu yerda bizda signal bor. Signal qanday bo'ladi bu? Oddiy qilib aytganda, mana masalan flat bo'ladi va bu yerda bizda diapazon bo'ladi. Flatni belgilaymiz mana bunday qilib va bizning vazifamiz bir tomonga chiqqandan keyin, korreksiyadan keyin shu tomonga bitim ochish. Tamom. Faqat buni ishlamaydigan joylarni ishlamaydigan joylar bor. Sal boshqacha ko'rinadigan joylar bor. Bularni hammasini analiz qilib chiqishimiz kerak va albatta bunda ham ishlamaydigan paytlar bo'ladi. Lekin bu eng ishlaydigan sistema. Masalan, boshqa strategiyalarda 50% ishlasa, bunda 90% ishlaydi. Faqatgina to'g'ri buni tushunish kerak. Buni tushunish uchun vaqt kerak,
qayta o'rganish kerak. Qayerda nima hosil bo'lyapti, nimaga bunday, masalan, ложный пробой qanaqa turlarga bo'linadi? Ложный пробой nima o'zi? Yolg'on пробой yolg'on teshish, buzish, yolg'on buzib o'tish. Masalan, mana bu kirdi chiqdi, bu ложный пробой. Истинный пробой bo'lsa, mana bu истинный пробой, mana haqiqiy пробой, haqiqiy buzilish. Chiqdi, bu yerga korreksiya qildi va bizda o'tib ketdi, mana bu o'sib ketdi. Mana bu yerda ложный пробой va korreksiya. Bu yerda подтверждение, tasdiq. Va o'sishda davom etyapmiz. Qachonki biz, mana oddiy qilib aytaman, qachonki biz bir tomonni buzib pastga buzib o'tsak va biz o'sha tomonga harakatlanamiz. Bu yerda ложный пробой yana. Shuning uchun biz shoshilmaymiz. Bu yerga selga kirishga. Mana bu yerni olib qarasak, mana bu yerda ma'lum bir diapazon bor edi. Biz chiqdik, yana kirdik ichkariga. Mana bu yerda lekin sal tushunarsiz joy, qarang. Chiqdi, kirib pastga ketmoqchi bo'lyapti. Mana bu qizil shamcha. Lekin yana kirib, mana bu yerda tasdiq olib, mana bunga tasdiq olyapti. Men oldingi nimamda ko'rganimda mana bu boshida ko'rsatganimda mana bu уровеньga tasdiq olyapti va tepaga qarab ketyapti. Bu yerda shunaqa razvorot hollari bor. Buni albatta tushunish kerak. Buni albatta tushunasiz, faqatgina doimiy o'rgansangiz va qiyinlashtirmasdan o'rgansangiz. Mana bu oddiy sistemani o'rgansangiz, siz oson tushunasiz, tez tushunasiz tradingni. Agar siz chigallashtirib har xil narsalarni qiyinlashtirsangiz, albatta vaqt cho'ziladi va daromad qilish ham qiyin bo'ladi va vaqt ham uzoq bo'ladi. Qancha sodda, bizga muhimi daromad qilish va tezroq daromad qilish. Uning uchun sodda narsa kerak. Tezroq o'rganishimiz kerak chunki. Shuning uchun soddasini ko'rib chiqamiz. Bu soddasi ham unchalik oddiy emas. Sodda ko'rinadi, lekin boshqa strategiya indikatorlariga nisbatan 100 barobar sodda, oson. Va bu bozorning asosiy fundamental texnik tahlili. Agar sizga qiziq bo'lsa, o'z fikringizni qoldiring, savollarga javob beraman va keyinchalik buni chuqurlashtirib videolar qilishga, o'rgatishga harakat qilaman. Mana bu yerda razvorot bo'ldi. Mana bu tushuvchi trend. Boyagi men sizga razvorotni tushuntiradigan bo'lsam, mana keldi va bu yerga oxirgi уровень hosil bo'ldi va buni buzib tepaga korreksiya qilib ketyapmiz dalchi. Va bu yerda korreksiya paytida mana bu yerda biz kichkina time frame'da xuddi shunaqa holatni ko'rishimiz kerak. Mana shunaqa holat kichkina time frame'da. Mana bunday hisoblasak ham bo'ladi. Mana bu diapazon deb olsak ham bo'ladi. Mana diapazon, mana shunaqa diapazon bo'lishi kerak mana bu yerda va bu bor ham. Va shunaqa davom etamiz va mana bu yerda olib qarasak, mana bu o'suvchi trend, mana bu o'syapti trend va mana bu yerda yana bitta oxirgi diapazon hosil bo'ldi va biz buzib o'tdik, korreksiya qildik va mana bu yerda bizga mana qizil svechada bizda kirish nuqtasi bor va shu bilan kirsak biz daromad qilgan bo'ladik. Bu men e'tibor bermabman. Bu haftalik time frame ekan. Ishlash tartibi o'sha. Bir xil. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Bu yerda flat bor. Chiqdik, korreksiya qildik, ketyapmiz. Mana bu yerda ham juda ajoyib, mana kichkina flatcha bor. Chiqdik, mana bu yerda chiroyli bo'lgan, qaranglar. Juda chiroyli. Oddiy, mana flat chiqdik, korreksiya qildik. Bu yerda tushuvchi trend. Marhamat. Va bu kichkina time frame'da
kirish nuqtasini topamiz va kiramiz va stop loss mana shu maksimumni teparog'ida bo'ladi. Bu yerda emas. Bu yerda biz kunlikda ko'ryapmiz, bu juda ko'p bo'lib ketadi va bunga qo'ysak ham biz a, anchagina yurib qo'yganmiz. Mana masalan bunday qiladigan bo'lsak, mana bu yerga kirsak taxminan 154 punkt. Keyingi mana bu diapazonning keyingi cho'qqisigacha, keyingi tomonigacha 513 punkt. 1/3 dan ko'proq. Da 1/3 dan 1/3,5 taxminan. Normalniy, cho'tki. Va bu xuddi shunaqa. Mani sistemam xuddi shunaqa. Kimda qiziq bo'lsa, izohlarda yozing, video qilamiz, birgalashib o'rganib, birgalashib daromad qilamiz. Qiziq dalishi birgalashib ishlash imkoniyati ham bor. Birlashamiz, ishlashasiz. Mandan hech nima ketmaydi. Bilimni uzatsam, sizga daromad bo'lsa, men xursand bo'laman. Xayr, salomat bo'ling.